Assalamu alaikum. Suyumluk körürmenler. Bugün Kanada'dan Abdullah Qaracimni bəzən bir tordaşlarının sorğan suallarına cavab verişki təklif qıldım. Muşu bəzidə həm də torununki səbəbi biz yaxın arada turmaymız. Şu səbəblik avazlar tövən, manda halatlar bovatıdı. Anadaki mikrofonunu işletişki tavsiye qıldıq. Cıq qarindaşlarım avazlar yenib anlanıvatıdı dedi. Hem de bəzən nərsələri köngül qoyub anlaşanlarını ümid qılımız. Hem de biz yakında turmağan dikin, eğer naq meydan bolsa öylerde hemmimiz tam oldurup qılğan bolsaq yaxşı buladı. Amal var küçümüzdən yetiş qılışqa tirişiyatımız. Anadaki bəzən texniklik məsələlərini yenimi yeniş tirişimiz. Şunun üçün bəzi işlər gələn çağda tem bilan münasibətsiz nərsələrini toşdurub etməsliklarini ümid qılıma. Ayrım xanamda desanlarmı buludu deb o'ylayman. Merhamet Abdullah Qaracim körürmenler bilan bir görüşüp etgandan keyin anaqma savollarni so'ray deb o'yladim. Assalomu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Yana bir qatim ko'rishganligimizdan Allohga hamd sano aytaman. Allah bu sohbatimizni xalqimizga, millatimizga manfaat qilishini tilayman. Rahmat. Agar da ovoz to'varak bo'lib qolsa, ya chingitib etsak, anadaki ovoz qaytib keladi ekan. Shuning uchun endi ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Birinchi savolim. Hozir to'satdan to'rda har xil fitnalar paydo bo'lib qoldi. Qapılmay Qaracimdan so'rab bakkan bo'lsangiz, Barın vaqasiga 29 yil bo'lganda bu bir mavzudun ideyasidan degandek nomlar bilan shu şehitlerimizin ismi tilga elindi. Anadagi yana bir qism odamlar jihad dedi. Amaliyotda bu bir qo'zg'alon edi. Xitoyninki zulmiga qarshi qo'zg'alon edi. İsyan edi. Ben şu yezdan chiqqan u vaqtlarda ne jihad, ne mavzudun ideyasini o'ylaysiz? Aş planliq tug'utqa qarshi, zulmga qarshi isyon ko'targanda shu akalarimiz uni o'ngtatir vurmulab har xil 29 yil bo'lganda har xil nomlar bilan o'tirib chiqadi. Shuning uchun diniy nuqtadan mushuning bir baho bergan bo'lsalar deb boshladi savol qo'yibdi. Rahmat. Allah razı olsun. Şimdi bu Barın inqilobi deb atayman men ko'pincha. Yemishe Barın inqilobi deyman. Ba'zi xalqlar Barın voqeasi deydi. Voqea emas u. Voqea degan niyatsizlab yo'lda ketib berib yurmaga sağan mashina soqib ketgani voqealik deymiz. Bu Barın inqilobi. Barın inqilobi zulmga qarshi elib berilgan bir xalqning harakati bu. Zeydin Yusuf qarindishimizdan tanıyman, bevosita tanıyman. Çünkü Qashqarga kelgan vaqtda davomli paranglashib turardik. Davomli mana deb turishcha Zeydin Yusufning bir alohidagi nihoyat marhamatlik, qalbi yumshoq, bek yaxshi bir diniy qarindishimizdi. Davomli mana deb turdigani shu Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulmlarni deb turibdi. Men o'chog'imizda Zeydin Qardan 8 yosh kichik edim. Men o'chog'imizda Qashqarda o'qiyotgan, Qashqar xalq madrasasida o'qiyotgan, Qashqarda xalq madrasasi deymiz. Shu Sharqiy Turkistonniki, shu Sharqiy Turkiston xalq universitesi bo'lgan. Butun shu Sharqiy Turkiston bo'yicha burundan tartib shu o'zimizning domlalarimizni, olimlarimizni tarbiyalab yetishtiradigan bir madrasa. Şu medresede okuş jarayonida tanışkan. Mana deb berganda bizningki ziyolilarimizning chiqarayotgan ahvoli, Xitoyninki Kommunist partiyasi ideyasini xalqimizga tengish, ziyolilarimizga tengish, fanniy maktab o'qiyotgan o'quvchilarning kallasini tengish orqali xalqimizning kallasini butunlay zaharlab qo'yganligini. Bu zaharlanish tufayli ziyoli sohamizdan uni jiqqa barbod vayron bo'lib ketganligini. Diniy sohamizga kelgan vaqtda mollalarımızdan mı,
dini alimlerimizin Xitayning bu suiqasdini jiq tunuqlanmay, xalqimizni vaqtida, joyida, yetarli darajada ogohlantirish berib, təbliğini joyida qilinmaganligini echinatdi. Endi o təbliğini joyida qilsa Xitoy Kommunist Partiyasi Xitoy hukumati turmuqchilar o'ltirib olimlarni jiq perişan qilib etiglik. Aslında shunday bo'lgan taqdirdami, olimlarga jiq zarba berilgan taqdirdami, bizningki vazifamiz haqni, to'g'ri gapni xalqqa yetkazish bo'lganligi kommunist tajovuzchilarga qarshi turishda bizning diniy ulamolarimiz vazifasini yaxshi joriy qildirolmaydi deydi. Şu tüpeylidən ziyaliler sahəsi və dini alimlar sahəsininki vəzifəsini ada qılanmağanlığıdan xalqımız bək nadan qaldı. Xalqımız nadan qalğaçqa bu Xitayğa qarşı tuğumuz bolsa mı qalbimizdə qandaq qarşı turuşni bilənməyəvdi xalqımız. Hazırki vəziyyətdə zulüm şu dərəcə ağırlaşdı ki bizning yurtda deydi. Barın yerisindeki gepini qilib, bechara dehqonlar balası, 3-cü balası yoki 4-cü balları bulab qolgan vaqtida shu balalarni yushirmay bir yerga qechib ketganini shulab qolibdi. Anandakin saqchilar tutib ekilib, uni doktorxonada vukul urib tushiramiz deb, aşında öldürüp balı düşüp ölmey yana düşürüp etilgen bala. Ülep boğan balığı hukulu urup öldürüp boğan bir ehval var. Dünyada qandaq bir devlette muşundaq zalimlik, muşundaq merhametsizlik buludu deb, kichik balı jığılgandek jığlap ketdi. Biz köpünçe şu heyetga camisidan chiqib, asla chiqqach o Milliy Savdo Sarayı deyilgan bir saray var. Yavaq degan yerda. Şu Milliy Savdo Sarayı'nın aldılarda, şu peştaklarda, şu etraflarda tamak yiyecek, jak ottağaç, mundaşkaç köpücü depirdiğen gepinin 90%'i Şarkı Türkistan'daki zulümden aldı. Zulümden aldı, qanday qilsak buludu sınınca deyitmendir. Çünkü ben hem bir tarafını üzerine okuğaç, bir tarafını başka yerden kelgen ballığa dersi geçtiğini kılıttım. Şu halka bana hürmet kılgaçka qanday qilsak buludu deb şu zulümle dep beripti. O barın inqilabınki kirip çıkış, hazırlanış, qanday meydanga kelganlik hemmisi Xitoyning zulmiga chidab bo'lolmay xalqimiz. Xitoy zulmiga qarshi elib berilgan bir inqilob bu. Bu inqilobni Uyg'ur millatimizning tili bilan aytgan vaqtda inqilob deymiz. Milliy tili bilan aytgan vaqtda inqilob. Diniy tili bilan aytgan vaqtda jihad deymiz. Çünkü Kur'an'da ve hadiste bu inqilabning eti jihad qismi bilan chiqadi. Nima uchun degan vaqtda inqilob mu arabcha kelima, jihad mu arabcha kelima. Inqilob degan eksiyetçil hakimiyetni ag'dirib o'tganni inqilob deydi. Inqilob degan tuz tuğan narsani manda ko'rtirib o'tganni inqilob deydi. Kalb nimesidir? Kalbe okşaş yıldızdan çıkıyor. Cihat degan zulümge karşı kuch ko'rsatish degan. Bir zalim zulüm qilsa, zalim qarshi ey zalim, men qilgan ishim xato bo'lib qoldi. Men bizning hayot bir inson, manda nahaqchilikni, manda adolatsizlikni bizga qilsam bo'lmaydi. Bu adolatsizlikni davom qilsam bizning kuchimiz ma'lum, manda qarshi turimiz deb zalimga qarshi kuch ko'rsatishni aytdi jihad. Jahada yujahidu. Mujahidatan ve cihadan arab kelimeleri bundan türlünüdü. Şu cihadan, mujahide kelimeleri şu cahide kelimesinden master şekli. Cahide degan ikki taraf elishish. Biz kurash qilish deymiz ku. Kurash qilishmi ikki taraf toza elishib, barliq kuchini ish qilib, yengiyman deb kuch qo'llanganni kurash deymiz. Şu kurashninki arabchasi, dilimizdagi shakli cahide ikki taraflama. Kurash qilish degan. Unda bo'lgandan keyin jihad kelimesini hozir
meyli Xitay olsun, meyli şu Xitay rahberligideki şer güçleri davamlı bakatu adını verip urduğan kurallık bastırıp bardığan da benden düşündürdü. O dinimizin kardeş için elip verilgen bir düşündürüş. Cihat diyen davamlılık zulümge karşı elip verildi. Mesela dinimizde mi cihat kılış terz deyimiz. Neyim için? Bir insanın insandaki yaşaş hukuku var. Allah insanı insan deb yaratgan ekan, Allah insonga irada bergan ekan, u o'z irodasi bilan, o'z insonlik huquqi bilan yashash huquqi bor insonning. Anandan keyin islom bütün insoniyatni Uyg'urdan emas, yoki Arabdan emas, yoki hamma musulmonlar bütün insoniyatga kelgan bir din. Hamma insonni Allah yaratgachqa Allah ey bandalarım sizlar yaxshi yo'lda manglar, yaxshi yo'lmuş islom bilan mansam va jannatga kirishlardan hammalarni jannatga chaqirdi Allah. Shuning uchun hamma odamningki shu islomda yashash haqqi bor. Hech qanday bir davlat, hech qanday bir hokimiyat, hech qanday bir insonni islomdan to'sash haqqi yo'q. İnsanların islom bilan yashash haqqi, tug'ma haqqi bu, alqi. Çoğuğandan keyin ata-onasi berdigan yoki u buldan ya hukumat bergan haq emas. Musulmon bo'lib yashash insonning tug'ma haqqi. Shuning uchun insonlarning musulmon bo'lib yashash haqqi va bu haqni Xitoy tatib oldi. Musulmonlik zahar, islom degan bir zahar, uni qilolmaysa, buni qilolmaysa, haqqini tatib oldi. Tatib olgandan keyin islom qo'pib o'zining haqqini tatib olinsa, islomiy yashash haqqing insani yaşaş hakkın öz ahlakın bilen, üzerinin milli kıymet karıştıran bilen yaşaş hakkın var. Bunu bir adam taat varsa, onun karşı küçüğünü gösterip, inkılap kılırsan, köreş kılırsan, diyenin etinin İslam dinimizde cihat deydir. Bu cihat bilen inkılapını talışış, eğer yaxshi niyat insanlar talışmayotgan bo'lsa, bu cehaletten talışırdı. İnqilab bilan cihat o'xshash narsa. Ismdan biz qanday diniy ism, biz milliy ism bo'lgan, ma yo'lga chiqib talashayotgan bo'lsa, u jaholat. Bu nimaga o'xshaydi desa, Uyg'urcha biz qovun deymiz, shundaymi? Turkcha qovun deydi, qovun. Mana qovun deymizmi, qovun deymizmi deb talashgandek bir ish. Yoki bu suvni Uyg'urcha suv deymiz, inglizcha water deydi. Şuna okşar fakatlar isim talaş tartışı. Ama işçilik onun mevzi, mənisi okşar. Birisi bizim milli, an'anamiz boyunca atılıp kelgan inqilab, yana birisi dini noktadan kelib qolgan cihat. Her ikisi meyli inqilab bo'lsin, meyli cihat bo'lsin, hammasi zolimga qarshi. Zalim insani haqqimizni elvaga chiqar, islomiy haqqimizni elvaga chiqar, bizning o'z an'analarimizni milli qimmat qarashlarımızdan hammasini bulab tatib edib, o'zining nejis ideyasini, ideologiyasini bizni tanqatqa, bizni bir inson bo'lgandan keyin, bizni bir musulmon bo'lgandan keyin, o'zimizning ichki kuchimizni, ichki va tashqi kuchlarimizni qo'llanib, Xitoyga qarshi tug'anlikning etini inqilob desakmi bo'ladi, jihad desakmi bo'ladi, hech qanday bir nima yo'q. Ama barın inqilabını ben tamamen inqilab deyman, çünkü bu bir milli inqilab. Xitoy tarafidan kelgan zulmga qarshi turib Uyg'urlarni tashkillar orqali Zaydin Qarim milli bir inqilab bu, zulmni tugitimiz deb o'tirib chiqqan bir inqilab. Shuning uchun bu 29 yil bo'lganda, 30 yil bo'lgan vaqtda hozir uni her türlü talaş tartışını çıkarıp halkımızın kallasını kaymoqtırışıp tırışkanlık da qarayım ben bunu. Nima uchun degan vaqtda halkımızın ko'pinchisi Arab tilini bilmaydi. Tilini bilmagandan keyin inqilobmi Arab tili bu. Jihatmi Arab tili bunu bilmagandan keyin uni deymiz, bunu deymiz deb talish bersa haqning kallasi erishib kichikgina milliy tuyg'usi kuchliroq insonlar buni milliy inqilob deymiz desa, dini tuyg'usi eg'ir bosqanlar buni cihat deymiz deb talishib qilib, o'ttirisda o'xshash narsani talishaman deb
bölünüş çıkıdı ya oturgan. Bu bölünüş kimning ishiga yaraydi? Xitoyning ishiga yaraydi. Shuning uchun bu fitnani o'ttirib chiqarganlar yoshi niyatli insonlar bo'lgan bo'lsa, jahillikdan, nodonlikdan chiqaradi. Agar bilimli insonlar chiqarayotgan bo'lsa, bu maqsadli holda Uyg'urlarni fitnaga solish uchun. Hozir Uyg'urlarniki diqqat qilishimiz lozim. Bizga jiq bilinmagan bilan Uyg'urlar o'yg'andi hozir. Bular chet ellik Uyg'urlar o'yg'onib, mustaqillikning nimaligini, mustaqillikdan boshqa narsaning nimaligini to'lib yetdi. Shuning uchun dunyodagi har yerdagi qarindoshlarimiz mustaqillik haqida o'ttirib sakrab chiqayotgan bir paytda bizning nadon deb o'ylab bizni u nadonlar maqsudini o'ttirib chiqarsam talish burdi deb o'ylardi. Emniyetni uni talashmaymiz. Barın inqilobi milliy inqilobdir, diniy jihatdir. Xitoyga qarshi ilib berilgan bir diniy nuqtadan jihat desak bo'ldi, milliy nuqtadan inqilob desak bo'ldi. Buni hech qanday bir tartibchilar tarafi yo'q. Endi bu fitna dedik ya, buni talashlar chiqqanda fitna dedik. Fitnaga yana bir qatim izohat beraylik. Fitna degan adalet üstüge kurulgan haq bir hükümni yok kılış için sepsetlerden hücum kılganatını fitne deymiz. Sepsetini bilmiyoruz da o sepset degan felsefe ile sepsette birbirinden zıt narsa. Felsefe degan akılning mahsuloti. Felsefenin lügat ma'nosini anlaylik başta. Bu azma Yunan, Grek tilidan kelgan narsa falsafa. Ma faylasuf deymiz-ku. Faylasuf degan falsafachi degan gap. Bu o felsefedeki o sefe, so'z kelimeleri hikmet degan gap, hikmet. Faylasuf degan hikmetçi degan gap. Hikmet kelimelerini o'ttirib chiqargan odamni faylasuf deymiz. Aqlni ishga solib, ashyolarning qonuniyatlarini tadqiq qilish orqali ma'ning manda qonuniyati bor, ma'ning manda qonuniyati bor. Ma qonuniyat bo'yicha to'g'ri yo'ldan maqsad manda yaxshi natija chiqadi. Ammo bu qonuniyatga xilof yo'l maqsad manda xato natija chiqadi deb eşyalarının hikmetlerini etip bergiçinin ismini feylasuf deymiz. Felsefe degan mi? Feylasuf degan hikmetperest, hikmetçi degan gap. Felsefe degan hikmet söz degan gap. Shuning uchun albatta bizning falsafachilarimiz orasida nurg'un feylasuflar, uni biz musulmonlar hakim deymiz mesela. Luqman hakim deymiz. Hakim. Hikmetlik iş kılıdığan, hikmet sahibi bildiğin deyinge. Mesela Hacı Ahmet Yesevi, bizdeki ediplerimizden, şairlerimizden, meşhur şairlerimizden Hacı Ahmet Yesevi deyimiz. Hacı Ahmet Yesevi'nin şu klasik kitaplarda yazgan bütünley eserlerinin hemmesiga hikmet deb at koydu. Şiirle yazıqlıq. Mesela namaz hakkında şiir yazıqlıq, Peygamber Aleyhisselam hakkında şiir yazıqlıq, xalqqa yaxshilik qilish, mushu dinimiz emr qilgan har turli yaxshi fazilatlar haqida she'r yozilgan mashhur bir shoirimiz. Ammo har bir she'rga hikmat deb at qo'yadi. Buning arabchasi hikmat, grekchasi falsafa deymiz. Ma sepseti degan, biz haq batil degandek falsafa to'g'ri bo'lgani, sepsete degan anınga o'xshab ketadigan insonlarning kallasini almashtirish uchun shaytonlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan narsalarni sepsete deymiz. Felsefani ag'dirib etish uchun o'ydirib chiqarilgan sepsetening ati fitna. Yoki adolat ustiga chiqarilgan, adolat bilan chiqarilgan bir hukmni, haqiqat ustiga qurilgan bir hukmni yo'q qilib etish uchun xalqlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan batil narsaning ismini fitna deymiz. Buning asoslanganda, bu fitnaga asoslangan vaqtda hozir
haq ustida adolat bilan chiqarilgan hukmning ismini nima deydi? Falsafa deydi, yoki hikmat deydi. Biz Uyg'urlarga hozir Sharqiy Turkiston masalasida to'g'ri hukm nima? To'g'ri hukm Sharqiy Turkiston degan vatanning Uyg'urlarning vatani ekanligi to'g'ri. Qalbimiz bilan guvohlik beramiz-ku bunga. Sharqiy Turkiston davlati, Sharqiy Turkiston degan jug'rafiyalik zamin, Sharqiy Turkiston xalqining zamini. Bu haqiqat. Xitoylarning zamini ekanligi bu bir safsata. Xitoylar shunday deydi, "Azaldan bizning vatanimiz" deydi. Bu bir safsata. Uyg'urlarning o'z vatanida erkin yashash haqqi bor. Bu bir haqiqat. Xitoylar tarafidan beshirilgan Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning dinini zahar deyish, zaharlik afyun deyish, islom bilan ma'sani zaharlanib qoladi deb insonlarning ideologiyasiga, aqidasiga mudohala qilish bu bir safsata. Chunki bu Uyg'urlarning haq huquqiga zid bir narsa. Unda bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston degan zulmni Uyg'urlar meros qilishi, Xitoyning yo'qolib ketishidan bu bir haqiqat. Xitoylarning davomli va'da qilishi, Xitoylar bilan birga yashaymiz, Xitoy ketmasin bo'ladi, birga yashaymiz, bizni urf tilimiz bilan bo'ladi deyish bu bir safsata. Shuning uchun bizning milliy mustaqillik da'voyimizda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish da'voyimiz haqiqat bir da'vo. Ammo bu da'voni yo'q qilish uchun hozircha avtonomiya deb turaylik, hozircha federatsiya deb turaylik, hozircha kishilik huquq deb turaylik, hozircha demokratiya deb turaylik, hozircha kamlarni taqtayli deb turaylik degan gaplarning hammasi safsata. Nima uchun buni safsata deymiz? Kamplar taqalsa dardimiz tugamaydi. Tugamaydi. Xitoy kampni taqablari taqdim, endi nima deyishlar desa, buni qilamay o'tirib qolgan ish bu. Kamplarni taqashdan dardimiz tugamaydi. Xitoy demokratik haqqini va o'zini boshlagan o'zini saylovlarni uningda haqqimiz dardimiz tugamaydi. O'zil kesil mustaqillik bo'lib, o'zimizning hur irodamiz bilan o'zimizning taqdiri haqida hukm chiqaradigan sharoitni qo'lga keltirguncha mustaqillik haqqimizni bu dardimiz tugamaydi. Tugamagandan keyin shuning uchun har qanday bizga chiroyli ko'rsatib bizga satmoqchi bo'lib kallamizni azg'ashtirayotgan safsatalarning hammasi ishni hisoblanadi. Hozircha demokratiya deb turaylik deydi. Masalan, Xitoyni Yaponiya besib oldi deydi hozir. Xitoylar Yaponiyaga qarshi biz demokratiya istaymiz. Mishadi to'san bo'lardi, ammo chiqetmasan bo'ldi, bizga demokratik haqqimizni ber desa, nima deymiz biz hozir? Xitoyni aytaymiz-da, o'zining vatanini Yaponiya besib olsa, chiqetsin deymiz. Acaba o'zimizga kelganda bu Xitoyga nimchalar bo'lgan qilsamiz bu? Bu faqatla mana o'zimizda axloqning qanmaganligini, vijdonning qanmaganligini yetish uchunlar Xitoy tarafidan elayotgan maoshni kesib ketmaslik uchun men xoindim, men munofiqdim deb o'tirib chiqib jar solishning o'rni bo'lmag'achqa shu. Faqatlar o'zimizning xoinlik kimligini yetish uchun deylayotganlarga biz Xitoylar Uyg'urlarning masalasini taqab qo'yib turaylik, Afrikaga ketaylik. Afrikada bir davlatni Xitoy besib oldi deydi. Afrikadagi shu davlatdagi insonlar desa xalqaro chiqib Birlashgan Millatlarga berib, Yevropa Birligiga berib, hamma yerga musulmonlarning davlatlariga berib, "Ma Xitoy bizga demokratiya bersin,
bizning turmushimizni yaxshilab bersin desa, Xitoy yerdan chiqsin demasa, nima deb o'ylaymiz? Nima vijdonsiz millat bu? Bir davlatni besib olsa, demokratiya besib, demokratiyani Xitoydan talab qiladi deya. Bu o'zining davlati bo'lgan demokratiyani o'zi qilsa bo'ladigan ish ya. Deymizmi demaymiz? Bir biz bilan aloqasi yo'q Afrikaga berib shu ssenariyoni ko'rib baqsaq, ko'ralaymiz shuni. Nima uchun o'zimizning beshiga kelgan vaqtda bu sepsetalarni nima uchun ko'ramaymiz? Aqlim hayron. Shuning uchun mushu chet eldagi mushu mustaqillikdan boshqa yo'lda menayotgan insonlarning Uyg'ur da'vosi qiladiganligiga men ishonmayman. Chunki Uyg'ur da'vosi u vatanni Xitoyga berish bilan oqmaydi-ku buni. Vatanning Xitoyning qo'lida qolishiga, davomli Xitoyning vatani bo'lishiga rozi bo'lish bilan Uyg'urga xizmat qilganlik bo'lmaydi. Hozirgi biz o'xshash zamonda yashayotganlik uchun bilinmadik deyli. 100 yildan keyin ota-onalarimiz falani yilni bunday bir talash tartish bo'pti ekan, ash inqilobchilarimizning ko'pinchisi ash demokratiyaga ma'qul deb ekan, mustaqilchilar ozsonlik qilib Xitoy bilan birga yashaymiz deydiganlar ko'p sonliq bo'pti ekan desa, 100 yildan kelgan avlodimiz bizga beddua qilmadi. Uning ustiga bizni dinga ishonmaydigan, Xitoydek yashaydigan, mush dunyo bilan qo'shqimiz to'sh bo'ldi deydigan bir millat bo'lsaqda, bo'pti, yashab turaylik, keyingilar o'zi qila oladi desa. Bu inqilobni, bu mustaqillik inqilobini qilmay o'lib ketgan odam oxiratda jahannam azobidan qutulolmaydi. Chunki men Sharqiy Turkistonni Xitoyning qo'lidan qutqizib olish margadimizga tushgan tarz aylanlarning biri. Eng yuqori darajadagi tarz bu. Bu ziyolilarga tarz, diniy olimlarga tarz, normal fuqaroga tarz, ayollarga tarz, erlarga tarz, hammadan tarz. Bu bir milliy masala. Agar mustaqillikdan voz kechsak, milliyligimizdan voz kechgan bo'lamiz. Millatimizdan voz kechgan bo'lamiz, dinimizdan voz kechgan bo'lamiz. Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 191-oyatida bir oyat bor. Sura Baqara 191-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Vaqtuluhum haythu saqiftumuhum va akhrijuhum min haythu akhrajukum vel fitnetu eşeddu minel qatl. Sadakallahu aleyhi. Allah şundan deydi. Tecavüzçülere karşı. Mesela biz bütün insaniyet ile Allah Kur'an bütün insaniyet kitap kılıdır. Ama biz azıcık Uygurlar okup biz Uygur kitap kılıvatımız bu. Uygurluk kitap kılgan vakitte Allah şu tecavüzçüler Uygur'dan tecavüzçüsü Xitay'ydı. Vaqtuluhum haythu saqiftumuhum. Bu tecavüzçülerini nerede körsanlar yoktumla değil. Nerede körsanlar degan şu vatanda. Afrikada olsa Afrikada, Amerika kelsa Amerikada degan gap emas. Şu vatanning ichida, Sharqiy Turkistonning ichida bu tajovuzchilarni nerede körsanlar yoktumlar. Aqsuliqlar bu Qashqarda bo'lgandan keyin bizga yaqin kelmagandan keyin deb yetiversa, Qashqarliqlar attaka yaqinlashmada Xotanda bo'lgandan keyin deb yetiversa bo'lmaydi. Şu Sharqiy Turkiston degan vatanning ichida nerede tajovuzchi bo'lsa, shuni yo'q qilinglar deydi. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Bu tajovuzchilar sizlarni nereden chiqarib o'tgan bo'lsa, sizlarni shu yerdan chiqarib o'tinglar deydi. Mesela insanlarımızda Ürümçi'den kovulavetti deyli. Uygurlarını, Kazaklarını Gulcu'dan kovulavetti deyli. Nereden kovulangan bolsanlar şu Sharqiy Turkiston xalqi şu kovulangan yerden, şu üzerine toğulgan üzerlerin veteranlarını çıkırıp etinglar. Bunu çıkırıp etinglar desa dunyodan yo'q qilib yuborma degan gap emas. Shu vatandan chiqarib olsangiz bo'ldi demoqchi. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Sizlarni nereden chiqarib o'tgan bo'lsa, shu yerdan chiqarib yuboring. Hozir Xitoy bizni nereden qo'llab chiqaryapti?
Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqaryotdi. Ta'disini qo'g'lab chiqaryotdi. Xitoy bizniki anchan jasuslari bilan voy falonni tutib ketdi. Ishni chiqardi. Uni tutgan qaraganda men o'xshash tijoratchi tutsam deb yana bir tijoratchi qochadi. Bir mollamni tutib o'chirib ketib, falan mollamni tutibdi deydi. Uni tutgan qaraganda meni tutgan deb mamayandan qochadigan gap. Aşında ishni chiqarib Xitoy öldürüş tehdidi, turmuğa sulaş tehditleri, her türlü casuslarını iş kısaliş arkalık hazır vatanımızın, halkımızın qo'llab chiqaryotdi. Chiqmaganlarni kamplarda o'ltirayotdi. Allah deydi ki, eğer şu tug'ilgan yering sening vataning bo'lgan bo'lsa, shu yerdan shuni qo'llab chiqarganlarni sen chiqarib at deydi. Bu chiqaritish bu Allohning emri. Ahir nima deydi? Vel fitnetu ashaddu minal qatl. Fitne degan o'ltirib etganda yomon deydi. Biz ko'pincha Xitoy bizni o'ltirib etpardi, turmada o'ltirib etpardi, kamplarda o'ltirib etpardi, mancha edimimizni chiqib sot qilib etpardi deb insonlarning o'ltirilganligini shikoyat qilamiz-ku. Allah bu yerda deydi, o o'ltirilishi bilan tugasa mayli qulim deydi. Bu Xitoyning qilayotgani o'ltirayotganda yomon sizga qilayotgani deydi. U o'ltirsa o'lgani zaten zulm. Uning irodasi bo'lmaganidan Allah kechirim qilishi mumkin. Ammo Xitoy chiqarayotgan fitna sizlarni o'ltirayotganda yomon. Xitoyning chiqarayotgan fitnasi nima? Ma vatan azaldan Jungoning bir qismiga shuni ishontirishtirishadi. Ishontirishtirishayotganda bizning nurg'un Uyg'urlarimiz, Sharqiy Turkistonliklar ishonib qoldi shunga. To'g'risi Xitoyda borkan ishada qaraganda shu Xitoyning hukumi ekanmi deymada, nurg'un ishonib qolayotgan odamlar bor. O'lib ketganlarning ahvolidan ma ahvolga tushib qolganlarning ahvoli texnik xatarlik deydi. Chunki o zulmni ko'rib ba'zi Xitoyga qarshi chiqib, ba'zi qarshi chiqmasmi o'ltirildi. Uningki afv qilinish ehtimolligi bor deydi. Ammo o'ltirilmay qilib fitnaga mubtalo bo'lib qolganlar. Xitoyning aldam xalqisiga tushib ketganlik, o'ltirilgandan yomon. Birisi dunyoda Uyg'urligingizdan, milliyligingizdan mahrum qolasiz, musulmonligingizdan mahrum qolasiz, oxiratga vaqtda abadiy jahannamda yonasiz. Bu Sharqiy Turkiston haqiqatini rasmiy o'ylangan vaqtda Xitoyga qarshi turib o'lib ketganlik, qarshi turmay osmonasiyaga Xitoylashib ketgandan yengil taqa. Osmonasiyalar Xitoyning fitnasiga tushib, Xitoyning aldam xalqisiga tushib, ruhiy Xitoylashib ketish. Bek eg'ir jinoyat bu deydi. Masalan buni u ba'zi Uyg'urlar Uyg'urcha gap qilayotgan ekan, sen Xitoyni so'namaydi. Ammo kallasi Xitoycha o'ylaydi. Ruhi Xitoy. U Xitoy maktubida o'qigan ekan, shu Xitoycha o'ylaydi. Ma'arif degan bek muhim narsa. Nima uchun Xitoy o'zining ma'arifini bizga tanidi, Uyg'ur ma'arifimizni yo'q qiladi? Nima uchun diniy maktablarni cheklaydi? Bizning shu elimizdagi shu kimligimizni yo'q qilish uchun, bizni fikriga so'qish uchun, bizni aldam xalqiga tushirish uchun milliy ma'arifimizga qarshi chiqadi. Shuning uchun fitna o'ltirgan yomon. Bu oyatni nerede ko'rsanglar yo'qtinglar, nereden chiqaraversizlar, chiqaraveringlar degandan keyin kelyapti-ku bu. Shu Xitoyni qo'g'lab chiqarayotgan vaqtinglarda nerede Xitoy bo'lsa yo'q qiladigan chog'da Sharqiy Turkistonda anandan keyin fitnadan qutulasizlar deganga. Bo'lmasa Xitoy Sharqiy Turkiston bilan bo'ladi ekan, bu fitna tugamaydi. Xitoy Sharqiy Turkiston bizning vatanimizda azaldan, bizning zaminimizda degandan voz kechmaydi. Lekin men gaplarni buzib o'tdim. Hozir o'sha pulni, nafni deb Xitoyga tang hamkorlashib, do'zaxga chillayotganlar bor. Birga yashaymiz, voy shuning bilan birga yashaymiz deyotganlar bor. Bundaqlarni shu do'zaxga chillayotdi deb desak bo'lamdi deb degan to'q bir qarindishimiz.
Şu buludu. Çünkü ular fitnege tushib bo'lgan insonlar. Xitoyning damiga, Xitoyning qiltig'iga tushib bo'lgan insonlar. Shuning uchun bu insonlar maoshni bahona ko'rsatdi. Nima amal bizga mishal yashayotganlikin deydi. Tamam, ulini ashad yashayotganlikin nima amal desa, uni gap qilmay turayli. Allah uning nimasini qabul qiladi, qilmamdi, o'zini bilmaymiz. Chet elliklarning gapini qiladi. Chet elda erkin dunyoda yashayotgan, o'zi jar salayotgan demokratiya, kishilik huquq da'vatdan shu huquqning bayirida turayotgan insonlar hala shu mustaqillik desa ochchiq keladigan insonlarimiz bor. Nima uchun ochchiq keladi desa, "Men jo'ylab ketaylik, Xitoyning fitnasiga tushib bo'larlik." Shuning uchun her türlü insanın zafiyet noktaları buldu. Zafiyeti buldu. Bazı insanlar pulga satıldı. Bazı insanlar hukuk satıldı. Bazı insanlar abruy için satıldı. Bazı insanlar başka kanunsuz şer'i olmayan nefse havasının kendine girip satıldı. Her insanın acizliği, zafiyeti farklı bu başka. Bunu Xitoyning tadqiq qiladigan organları var. Neçe ming insanlar var Uyg'urning psixikasini tadqiq qiladigan. Birden tadqiq qiladi Xitoyning sistemi. Hamma insonning qanday ortiqchiligi va qanday kamchiligi va birden tadqiq qilish orqali ashning ojizligini tutib turib setaverish qiltirishyapti Xitoy. Shaxslarni setaverish Xitoy uchun oson, hozir Xitoy davlatlarni setaverish o'tdi hozir. Unda bo'lgandiki qarindoshlar, biz bu dunyodagi hayotga kelishimizda Allohning fazli kerimi bilan keldik. Alloh yaratdi bizni, hayot qildi. O'zining yaratganligidan, bizningki ilohimiz ekanligidan o'zi xabar berdi. Unda bo'lgandiki biz Allohning kitobiga Qur'on nima degan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom nima degan bo'lsa, shuni qilishimiz lozim. Shuning uchun haqiqat Qur'onning va Rasulullohning so'zligini haqiqat bo'lg'achqa Xitoy tashviqotining ta'siriga uchrab vatandan taviz berib qolsak, Uyg'urlarning shu vatanning egisi ekanligidan taviz berib qolsak, mustaqillikdan taviz berib qolsak, oqibatimiz bexatarlik bo'ladi. Bu dunyodan xatarlik bo'ladi, oxiratdan xatarlik bo'ladi. Shuning uchun fitnadan uzoq turishimiz lozim. Fitna bo'lgan vaqtda Allah yana Sura Anfalning 25-oyat shunda bir oyatini deydilar. Fitna chiqqanligini onun deyib deydi. Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa. Ey qullarim, ey bandalarim deydi Allah bizga xitob qilib. Fitnaga tushib qolishni bek diqqat qilinglar. Vattaqu degan taqvo. Taqvolik haqida shu kelimadan chiqdi vattaqu. Vattaqulloh degan Allohdan qo'rqinglar, Allohga taqvo qilinglar deb tarjima qilamiz. Miyada vattaqu fitnatan da'vatdir. Fitnaga qarshi taqvo qilinglar. Fitnaga qarshi taqvo qilishgan fitna haqida bek hushyor bo'linglar. Fitnaga tushib ketib qolmanglar. Fitnaga tushib ketib qolsanglar, la tusibannallazina zalamu minkum khassa. Bu aramlardagi zolimlarning beshiga kelib bu musibat. Yaxshi niyatli insonlar ağırlık qiladigan ish yo'q deydi. Agar fitnaga tushib ketib qolsanglar, musulmonlar ağırlık qilib yoki yaxshi niyatli insonlar ağırlık qilib yomon oqibatda. Eskilarlar tugishadigan yaxshilar qilib qoladigan ish yo'q. Yaxshilarning eskilarning butunlay yo'qolishlar lozim. Bir kimida o'zi inson bo'lsa, bu yerdagi ikki inson eski bo'lgan bo'lsa, o insan kimini bijan ya tamak çekip ot koyutulgan şılap kapasa ya bijan yerip ot kalayımız da ben teşhişilgan şılap kapasa 98'den de benim kasımızın özününki erkinliğe bu. Demokratik hakkı nemin halısının özünün işi dese kimi soçuruk gitip kimi tükep ketken çağda hemen ben tanımlıydı o. Şunu okşaşlar iş bu. Azrail'de mening ko'nglim yaxshi etdi. Mush haqimda eski kimya yetishchilsa ya to'g'ri gapni anglamasa. Buning hisobini Alloh subhanahu va taolo hisobini bermaydigan bilan
Allah şu Allah'ın dergahına bağa vaqtda sen şunun fitneligini bilibdi. Xalqniki Xitoyniki aldam xalqisi chiqarganligini bilibdi. Xalqning xato yo'lga ketib qolganligini bilibdi. Sen bir yere bir kadın da koyup, iki kadın da koyup, bir kadın tebliğ kılıp, iki kadın tebliğ kılıp, etrafındakiler anlamasa, bunun vazgeçip kaydak kettim. Hakikaten kaydak kettim. Senin vazifan şunçulukta. Senin Müslümanlıkın, senin mu'minliğin şunçulukta da bir hesap ağançağımızda, ve hesap verilmeyi, cehennemge kirgizdiren insanlardan tam. Yani şu ben doğru yol ettim, hemmini bilittim ama haq tanışmağıtıdı diyenlerime okşayış dereceli ketadigan gap. Şunun için ben xalqimizga rahbarlik qilimiz davatdan ziyoli sohasidagilar bo'lsin, mayli ulamolar sohasidagi bo'lsin, hammanglar qo'limizdan kelganini qilib, haqiqat tarafga xalqimizni burmasak. Eğer xalqimiz şu Xitoyning aldam xalqisiga tushib, mag'lub bo'lib ketib qolsak bu da'voda, bu inqilob mag'lub bo'lib ketib qolsak, millat ustida hammamiz mag'lub bo'lamiz qarindoshlar. Hammamiz Sharqiy Turkiston da'vosi degan bir kemaning ustidamiz. Eğer bu kema fitnachilar bizdan bizga demokratiya lozim deb cho'qiyotdi bu kemamizning tagini. Bazılar kişilik hukuk lazım dağıtıdı. Bazılar kampına birinci orun koyup çıkartıdı. Ama müstakillik dese açık kilidi. Bununki davayımızın beşi de müstakillik bulmayı. Allah bunu buyurgandikin Allah rızası için milli müstakillikni kulumuzga keltirishimiz lazım. Biz Müslüman bo'lgandikin Allohga qul bo'lamiz, Xitoyga qul bo'lmaymiz deydigan bir ideyaga kelmasak, agar mana Sharqiy Turkiston da'vosi degan bu kimi cho'kib ketib qolsa, ma dunyoda ziyolilarimizni rasvo bo'lamiz, diniy olimlarimizni rasvo bo'lamiz. Oxiratda balo qilgan vaqtimizda Allohning oldida shu olimlarimizni balo qilamiz, ziyolilarimizni balo qilamiz. Bu milliy masala. Bu Ahmet'nin, Samet'nin meselesi emas. Şunun için bu milli meseleye, milli şuur bilen, milli hassasiyet bilen dikkat kılışımız gerek. Milli hassasiyet diyen hemimiz düşünüşlük bir kavram. Milli hassasiyet diye vaktimizde bir gepni deydigan çağımızda bir namayişte kandak şuarlarını kötürüp çıkış, kandak lozunkalarını kötürüp çıkış, nimelerni yeziş, xalqlarga taqiqlagan varaqlarni nimalarni yezish, boshqa davlatlarningki qonunliq organlarga kelib guvohlik bergan chog'imizda nima talabinglar bor desa, talabimizda deydigan chog'imizda milliy hassasiyat bilan milliy manfaatimizni o'ylanib turib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asos qilgan holda gap qilmasak, agar biz vayron bo'lib ketgan vaqtimizda hammamiz tan vayron bo'lamiz dunyo va oxiratda. Ama bunun rahberlik kılganlar azapını meyli dünyada olsun, meyli cehennemde olsun, tekimi 2 kat, 3 kat azaptadıdır. O cehennemdeki mesela Allah saklasın. Biz Müslüman evladı, Müslüman bir millet, Allah cehennemden saklasın. Ama uygun işimiz lazım, milli davayımıza iyi çıkışımız lazım. Bu fitnelerin arkasını namaslık lazım. Bu barın inkılabı meyli inkılap olsun, meyli cihat olsun. Bunu ağrı verişten bizge neyim faydası varsa? Gaplarını bölüytürgen buldum. Hazır şu davanın sepi aynı vaqt şu alıp kostumni kiyip kıvatqanlar fakat Sharq Turkiston degan gapni bu ismini ancha-muncha ap qolgandan mustaqillik deganni olmaydi. 6-soatga namoyishini ko'rdik biz. Madaniy namoyishini, cho'lponlar chaqnab turgan namoyishini ko'rdik. Biz bilib turyapmiz. Lekin bu dozaqqa chillagan insonlarga ergashmaslik uchun xalqqa bir murojaatlari bormi? Men endi hozir 45 minut bo'lay deb qoldi. Bir savol shu abjash bo'lib ketmasin deb qolgan savolni so'ramay deb o'yladim. Shuningga mushu hozir mushunda qilayotganlarga ergashayotganlarga bir murojaatlari bormi? Hozir butun dunyoga masalan Sharq Turkiston xalqi mustaqillik istaydi degan Solih Xudoyor
bütün dünya sahnesinde dedi. Birdemdiki onun avazını koyup etip şununğa dair narsalarni so'zlashgan to'q. Shuni deyman, ashunga ergishib Uyg'urni yanala inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya, kompyuter taqamizni qeyrisidan tutib yana birimizgacha shunda davatganlarga ergishayotgan bir qism odamlar ham boshqalarga jar savatganlarga bir deydigan gaplar bormi? Deydigan gapim bor. O da meniki shaxsiy gapim emas. Men shaxsiy deydigan gapim emas. Yani şu Allah'ınki emri fermanını deyman. Sharqiy Turkistonning qarindoshlarim, Allah bizga inson qilib yaratdi, hur yashashni deb iroda berdi. İnsan o'zining irodasi bilan yashamasa qul degan gap. Qul bilan hur insonning farqi nima? Hur insonda o'zining irodasi bo'ladi, o'zining irodasi bilan ish qila olganni hur deymiz. Qul nima? O'zining irodasi bilan emas, patronning gapi bilan ma'qulni qul deymiz. Qulda shu o'z irodasi bo'lmag'achqa qul deymiz. Allah bizni inson qilib yaratib, o'z irodang bilan yasha deb bizga iroda bergan. Biz butunlay Allah'ning oldiga borgan vaqtda beradigan hisobimiz o'zimizning irodasini birinchi o'rinda qo'yib turib hisob beramiz. Masalan, namozni hisob so'ragan chog'da bu namozni o'z irodang bilan o'qidingmi yoki xalq ko'rsin deb, xalqning besim bilan o'qidingmi deb u o'lcham bilan ma'da Allah. Jihad qilgan chog'dasimi? Sen bu jihadni xalq ko'rsin deb qildingmi yoki o'z irodang bilan Allah buyurib ekan, Allah mening ustimga farz qilib ekan deb ma'lum deb o'z irodamizdan hisob oladi. Qarindoshlarim, ma Sharqiy Turkiston masalasida bizning irodamiz nima? Avvalidan uni o'zimizdan so'raylik. Sharqiy Turkiston mening vatanimmi, Xitoyning vatanimmi deb so'raylik. Mening bo'lsa, unda bo'lsa Sharqiy Turkistonni men boshqarishim kerakmi, Xitoymi deb so'raylik. O'zimning vatanim bo'lgandan keyin men boshqarishim kerak. Men boshqargandan keyin Sharqiy Turkistonning hokimiyati mening qo'limda bo'lishi lozim. Hozir Xitoy elib bermayotgandan keyin hokimiyatni olish uchun tabiiy holda Xitoy bilan urush qilish, kurash qilish bo'ladi bu. Shu tabiiy ahvolni Allah bizga farz qilib Qur'onda bekitib qo'yganlar. Tajovuzchi qarshi urush qilsanda. Payg'ambar alayhisalom bekitib qo'yganlar, tajovuzga qarshi urush qilsanda. Bu dinimizning hukmi. Bu halqa falan tashkilotning yoki pisani tashkilotning yoki falan ideologiyaning emas, bizni va sizni yaratgan Allohning hukmi bu. Sharqiy Turkistonni ozod qilish, uningki mustaqilligini asliga keltirish bizning diniy vazifamiz. Bu vazifani qilgan vaqtimizda dunyodami yuzimiz yo'riq bo'ladi. Dunyodagi vazifamizni ado qilgan bo'lamiz, oxiratdami yuzimiz yo'riq bo'ladi. Buni ado qilmasak, xoinlar qatorida bo'lib ketamiz qarindoshlarim. Hammamiz o'yg'onaylik. Safsatchilarning orqasidan mangmaylik, fitnachilarning orqasidan mangmaylik. Bizga Sharqiy Turkiston degan davlat kelgan vaqtda shu yerda kishilik huquqmi bo'ladi, demokratik haqqimizmi bo'ladi, diniy erkinligimiz, hamma narsa shu mustaqillikning ichida bor qarindishim. Agar biz mustaqillikni tashlab qo'yib, mayanga mustaqillikni tashlab qo'ydik degan gap bizning shu bo'ynimizdan o'sha tasmamiz bog'lanadi Xitoy tarafdan. Xitoy boshqarsa bo'ladi, ammo bizni yaxshi boqsin deganlik bo'ladi. Shuning uchun Xitoydan ayrilmaydigan, Xitoyni qo'g'laytib mustaqilligimizni asliga keltirmaydigan har qanday ideologiya Uyg'urlar masalasiga nisbatan fitna. Shuning uchun men Sharqiy Turkistonlik vatandoshlarimizni, qarindoshlarimizni butunlay Allohning va Allohning Rasuli degan shu mustaqillik masalasiga qaytib kelishini, agar zalim shu yo'lda bo'lgan bo'lsa, texnik kuch chiqarishini, mush xalqimizni umumiy safarbarlikka keltirib, mush mustaqillik yo'lida birlashishimizga chaqiribdi. Rahmat. Andayliqi men axir savolni so'raymi, bilmadim. Lekin shu namoyish bilan munosabatlik hamda shu diniy bir savol. Arab ellərində bayroqni joy namoz qilamdi deb yozibdi. Anandan keyin oldingi qatim 6-soatdagi namoyishida bir ko'rinish bor ekan, siz ko'rdilarmi bilmadim.
bir Falastinlik bir imamninki jay namazda o nime bayraqni jay namaz qılıp otağını onunğa salihmi telefon urup men sen narazılığımı bildirme dep turup sözlepdi. Aşadım Uygurlar batdı, hiç kim gap qılmagan dedim. Onu cevap berdi. Endi men mening de oyladımçı o turgan bayraqni işiltip jay namaz okuganligini körüp turgan adam bar lekin uni resimge tatip torlarga chiqirib qo'yganini hamda maqsadlik deb o'ylab turji qarindoshlarimiz maqsadlik tortilgan deb turib hamda biz bayraqni cho'ng ko'rishimiz kerakmi Allohni cho'ng ko'rishimiz kerakmi deb ba'zilar shuning ostiga yozibdi hamda bizni jaynamaz qilib olgan narsalar turiga nimalar kirdi shunga bir javob beramlar. O caynamaz diyen narsa esasen namaz kılış için Peygamber Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetiga hem ya caynamaz. Ya pakizan bolsa, çimni usta olsun bulardı, yol ya eğer yolda kurup pakiz olan bolsa, aş yolda olsun bulardı, caynamaz ketmeydi o. Caynamaz qanday yerde ketidi o dese, at tege meynet ulap qalgan, bu meynet yer namaz o'qilmagan ekan. Şu meynet yerine pakizga aylantirish uchun pakiz kichikgina parchani qo'yib turib, shuning uchun namoz o'qiydi. Shu pakiz joyi pak namoz o'qiydigan yer pakiz bo'lishi sharti va namoz o'qishning. Shunda bo'lganki joy namozni qo'llanamiz. Ammo o joy namoz yerda bayroq qo'llanish degan gap tarixda ko'rilib baqqan bir ish emas. Payg'ambar alayhisalom zamonida ko'rilib baqqan ish emas. Hozirgi zamonda ko'rilib baqqan ish emas. Shu joy namozning tubida namoz o'qigan shu haq hamda qaysi millat bo'lgan bo'lsa Yüzden bayrağın olsun çıkıp namaz okumaydı. Biri bayraktan türlü çıkıp namaz okuş, doğru emez. Doğru emez diyelikte bayrak ya ki bek onda oğalık olsun, bunda oğalık olsun demek istemez mi? Piknik sebep bulundu. Bayrak diye bir devletin simvolü, bir milletin simvolü. O simvolü kelip namaz ağırlaştırılağındaki piknik çıkardığı yol eşitlerken bulunuz. Bazı insanlar bayrakını ululab, mandak seyli kıldığı yerde koyaptı dese, bazı insanlar tutuğu destek durup, üstüne çıkıp destekli dayalan yapıştırdı. Şunun için bayrakın tepkide çıkıp da nime koş, namazı koş, doğru emez. Çünkü piknik sebep bulunduğun iş, bu piknik sebep bulunduğun iş olan için biz bir cık yapılmayı, pikniğini açmayla, ama resimli tartip, atayın işini koygalı boğan olsa, şu pikniğini Uygurlarını yana bir katın bayrak hakkında, namaz hakkında, yana bir katın talaş kısalığı yetişmiş için çıkaran işçi boz gerek. Bu mesela o bayrakların ki ilgiz götürülüp, lakıldıp, namayış kılıptan tarafların çıkarsı bular, oradan yapılan çıkarmışsın bulundu. Fakat şu pikniği çıkarış için yaman niyet kalıp kalan olsa, insanda tövbe olsa bulundu. Ama tasarruf çıkıp kalan olsa, ona keyif geçirmeliş gerek yemez. Ama namayış kılınan çağda, namaz okuş meselesi ekilidir. Müslümanların namaz okuş farz, hiç kaçan namazdan okumasan bulunduğu derden yapıyor. Ama asıllaştırılmış için dinimizde iki namazını eğer fırsat bulmaya kapasa cemiyet okuşu bulunur. Mesela bizim şu Kanada biz durmakta yerde ne kılırız? Namaz çıkışırız. Biz köpüncüsü o Xitay konsulumu, Amerika konsulumu bizge nispeten 300 kilometre uzaklıkta. Aşağıya berip endi biz yaz vaxtida hech qanday namaz problemi yo'q. Yaz vaqti bek uzun yerde. O qachon kechiktirib o'qisak namozdan vaqt ketmaydi biz turvatda yerde. Ama qish vaqtida bek qisqa. Ko'pincha problem qish vaqti chiqadi. Qish vaqtlari masalan Pishin bilan esrni juplab o'qiyotsa bo'ladi. İkisini ayrım o'qib o'tdimi juplab. Masalan biz 300 kilometrga borgandan keyin biz mesela saat 1 bilan yo'lga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsak va 300 kilometr 3 soat ketadi va berishqa yo'lda namozdan vaqti o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun hozir peshinni qo'layli. Peshinni vaqt kirib qolibdi deblar. Peshinni vaqt kirishi bilan peshinni o'qib, oxirisidan esrni qo'ysak bo'ladi. Yo'lga chiqishdan burun. Agar bu vaqtda namozdan vaqti kelmagan bo'lsa, namozdan vaqti kelmagan namoz o'qilmaydi. Shuning uchun 3 soatni basaq namoz qilgan yerga
u vaqtgacha esirna vaqti chiqdi deb qaraymiz, esirna vaqti chiqib ketmaydi. Unda bo'lgandan keyin biz aşağı berib peşinning vaqtini keyingi so'zab, esirna vaqtini ikkisini birlashtirib, peşinning oxirgi vaqtida esirni o'qib olsak bo'lardi deb uni keyingi so'z birlashtirib o'qisa bo'ladi. Ammo qazo qilishga bo'lmaydi. Qazo qilishga yo'l yo'q, ammo o'zimizning sharoitimizga, vaqtimizga qarab turib, jami taqdim degani baldu jamlab o'qib olish deganga, jami ta'xir degani keyingi namoz bilan keyin o'qib olish deganga bunday yo'llar bor. Shuning uchun alqi namozga aldiraymiz deb namoz o'qish shartlari bo'lmagan yerdan qo'pab bayroqlarimizni silib tubiga chiqib namoz o'qib kelsak, yaxshi ish qilamiz deb berib xalqimizni kichkina so'qib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun u ahvolni qo'llanmaslik uchun namozni hisob qilib, vaqtni hisob qilib, namoyishning vaqtini hisob qilib, kichkina chiqarmay namoyish qilsak, eng yaxshisi shu. Rahmat. Shu menmo buni laqachiq qarindoshlarning so'ragan savol. Endi bir narsa o'tib ketganki, bir mezgil o'tgan chaqda g'idig'lig'isi kelgan odamlar bu narsani chiqirdi. Shuning uchun hozir fitnaga qarshi bizning atratlar bo'lib ketdi-ku. Chiqlar uchurni baldurlar deydi. Moshida shu qarajimda bir so'rab bergan bo'lsangiz, aytdim bu ish chiqmasin. Shuning uchun ham Solihmo telefon urib so'radi, undan u odam kechirim so'radi. Bundan ashyoqda Uyg'urlar bor dedim. Ularga qilma dedim. Aş pika turgan bayrak kent to'xtab. Endi shu pika turgan bayrakni bergan odam qanday niyatda berdi, u rasmni tortib olib birinchi olib chiqarib qo'ygan, qanday nim qildi. U endi bu shunday hal bo'lib qolgan ish, qarajimmi javobni berdi. Shuning uchun bunday bir fitnalar chiqib qolsa, baldur o'zimizga immoniyat kuchi bo'lsin deb turib bu savolni so'rab mishada hal qildik. Anadikin namozg'imi shu bizlar tashaffuroq taqitish qishda bo'ldi bu ham tashaffuroq taqitish anadagi namoyish mezgillarida namoz o'qisangiz bir muncha odamlar turgan hamma millat bor bunday vaqtlarda biz rahatsiz qoldik ekan. Shuning uchun endi bir yalan tipli namoz o'qimayli deb ashunday namozlar vaqtlari egizbas bo'lganda billa o'qigan yerlarimiz bo'lgan, lekin diniy jihatdagi hukmimizni o'qib boqaylik deb turib sizga bu savolni qo'yganim malla emas, chiq qarindoshlarimiz so'radi-ku. Shuning buni javobini oldik. Rahmat sizlarga. Bugun hamda vaqt munosabati bilan 1 soat o'tib qoldi. Shuning uchun jiq savollar keyiniga surildi. Savollarni qo'ygan qarindoshlarim bundan keyingi yana mush qarajimning amalo dushanba kunlikda vaqtlarni chiqarib, ya payshanba kunlikda vaqt chiqqan vaqtida cho'qim xalqimizning savollariga javob berma degan hargiz boshlatmayma degan gapni dedilar. Shunga yana bu qarindoshlarimizning savollari ko'plab kelib turdi. Ayrim xodamga sirni bak hurmatlaymiz biz, yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun millat uchun qilgan har bir savob ishlarininki ajrini Alloh cho'qim berdi deb o'ylayman. Sharqimizga mustaqillik. Boshqa nima to'liqlaydigan yerlar bo'lmasa, hamsi qarindoshlarimizni xo'sh deb bugungi programmani oxirlashtiraylikmi? Bo'ldi, rahmat. Qarindoshlarimni Allohga topshirdim. Alloh omonat ularni yana ko'rishguncha. Alloh omonat.